Assalomu alaykum hammaga. Men bugun bari mana shu O'zbekistonda kredit olayotib turganlarga murojaat qilmoqchiman-da. Hammanglardan iltimos, kreditinglarni yopgandan keyin albatta bankdan spravka olib qo'yinglar. Men o'zimda shunaqa holat bo'ldi. Mana hozir hujjatlarni ham ko'rsataman. Majburiy ijro byurosidan menga xat kelyapti. Xat kelmadi. Buni o'zim borib oldim Majburiy ijro byurosidan. Bank ilovalaridan o'zim ishlatib turgan ishxonamdan, boshqadan olgan bank ilovalarini o'zimda O'zbekiston Respublikasi hududidan chetga chiqishga taqiq qo'yilganmi, qo'yilmaganmi shuni tekshirmoqchi edim. Keyin tekshirib tursam, menga taqiq chiqib qoldi. Nima sababdanligini aniqlik kiritsam, menga Majburiy ijro byurosi tomonidan bankdan kreditingiz bor deb turib taqiq qo'ygan. Bankdagi summani ko'rsanglar, mana hammanglar ko'rishinglar mumkin. Hop, mana 1 milliard 37 million 976 ming 240 so'm bank Majburiy ijro byurosidan deb manaqa ilovadan chiqaryapti. 1 milliard 37 million. Tasavvur qilinglar. 1 milliard 37 million 976 so'm 976 ming 240 so'm. Bu shu sababdan menga mana taqiq qo'yilibdi. Dahshat summa. Bu summani eshitib, summani ko'rib, Majburiy ijro byurosiga yetib borganimda yuragim to'xtab qolishiga bir bahya qoldi. Shu buncha bank qayerdan anaqa bo'ladi deb tasavvur qilinglar. O'zinglar shunday ko'ryapsizlar-da, 1 milliard 37 million qarzinglar bor. Yana uni qanchadirlari ham bor. Xo'p. Majburiy ijro byurosiga amallab zo'rg'alab yetib borib oldim. Yuragim shoq qolmasdan, o'lmasdan, netmasdan borib ijrochiga uchradim. Shu ijrochi ham ko'rsatilgan, bu yerda shu ijrochiga uchradim. U ko'rib turib 10 million 37 ming 370 ming qarzingiz bor ekan dedi. Nima sababdan desam, u ipoteka bank tomonidan sizga nima qilyapti dedi. Sudga beryapti dedi. Uni sababini bilsam, to'g'ri, bir paytlar ipoteka bankdan kredit olgandim onlayn. O'shanda bu yopilgan ekan, mana ipoteka bankdan qarzi yo'q degan spravka ham olgan ekanman. Bu qachon olgan ekanman? 19/12/2023-yilda olgan ekanman. Bankdan qarzi yo'q degan spravkani. Endi ijrochiga uchradim. Ijrochi endi nima qilsam bo'ladi, nima qilishim kerak degan savol bilan qildim. Dersam, o'sha bankka borib, shu sud qarorida ko'rsatilgan summa to'langanligi to'g'risida spravka olib kelib berasiz dedi. Bo'pti dedim. Bordim, bankka shunaqa qarz yo'q, mana shu bo'yicha spravka beringlar desam, bo'pti dedi-da, mana bu spravkani berdi. Hop, uni majburiy ijroga yana olib keldim. Olib kelsam, ular aytayapti, mana sudning qarorida deyapti. Sud qarorida 9 million 868 ming 488 so'm 22 tiyin qarzingiz bor ekan deyapti. Bankdagi nimaga olib borsam, spravka bering desam, to'langan summa bo'yicha. Bular beryapti 9 million 885 ming 488 so'm. Juda farq bor, 20 ming 25 ming.
Bu spravkani отказ qilyapti-da. Boshqa spravka olib kelasan, o summaga to'g'rilarda. Xo'p dedim. Ertasiga uni olib bordim, mana o'sha aytgan summaga to'g'rilab buni olib borib berdim. Rahmat ijrochiga alohida. Buni yopdi, qabul qildi. Hop. Va nihoyat mana bugun berdi menga. Bugun 18-iyun bo'lsa, mana bo'ldi, qarzingiz yo'q, hech qanaqa nimangiz yo'q, bo'ldi, qutuldingiz degan mazmunda spravka berdi. Demoqchiman, barcha kredit olgan insonlarga alohida murojaatim, albatta bankdan kreditingizni to'laganingizdan keyin mana spravka olib qo'yinglar. Shu qaysi kanlar bilandir o'sha paytda shu olgan ekanman, qarzi yo'q degan, bankdan to'landi degan spravkani olib qo'yinglar. Keyin shu elektron bazaga kiritadigan qarzdorlik bo'yicha shu bazaga kiritadigan odamlarga alohida iltimosim bor. Iltimos, mabodo qarzni summasini kiritayotganda to'g'ri kiritinglar. Iltimos odamlar, sizlar ham bizga o'xshagan odamsizlar. Hammamiz bir-birimizga o'xshagan odammiz. Mana bunaqa hali orasida bitta nuqta, virgulni tashab ketib, bitta ikkita odamning hayotiga zomin bo'lmanglar, iltimos. Shu mash qarzimni ko'rib, to'g'risi yuragim to'xtab qoldi. Biz buni videoga chiqarmoqchi emas edim. Shunchaki endi hali odamni o'zidan o'tganini o'zi biladi deydi-ku. Bunaqa qilmanglar iltimos sizlardan. Qaranglar, 1 milliard 37 million ham yozasizlarmi insonlar?